Tushda gilam ko'rishning ta'birlari. Tushdagi gilamga o'xshash narsalar obro', daromad, farovonlik va umrni bildiradi. Ularning hajmiga qarab ta'bir ham o'zgaradi. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi gilam rais va rahbar bo'ladi. Agar tush ko'ruvchi rahbarlardan bo'lsa, uning izzati va ulug'ligi yanada ziyoda bo'ladi. Ba'zi ta'birchilarning aytishicha, tushdagi gilam solih va sara odamdir. U darvishlardan bo'ladi. Tushda gilam to'shalganini va bu gilam uning mulki ekanini ko'rsa, umri uzun va rizqi keng bo'lishiga dalildir. Kimki tushida gilamga o'tirganini ko'rsa, biroq u joy kimniki ekanini bilmasa, ahvoli o'zgarishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushda gilam olgan bo'lsa, badavlat ayolga uylanishni bildiradi. Agar bu tushni ayol kishi ko'rsa, erga tegishi va erdan xayr-u manfaatlar ko'rishiga dalildir. Agar tushida kichkina gilamga o'tirganini ko'rsa, chiroyli, forso, soz ayolga uylanishni bildiradi. Kimki tushida ko'rgan gilami yashil bo'lsa, urushqoq, dindor ayolga, qizil bo'lsa, ishrat va shodlikni yaxshi ko'radigan ayolga dalildir. Agar gilam sariq bo'lsa, kasalmand ayol, qora bo'lsa, zohid va obid ayolga, har xil ranglarda bo'lsa, aytilgan barcha narsa mavjud bo'lgan ayolni bildiradi. Kimki tushida gilamni yopib olganini ko'rsa, bir ulug' va porso odamning himoyasida bo'lishini, undan foyda topishini bildiradi. Agar gilamni o'zidan uzoqlashtirsa va u yo'qolsa, ta'biri aytilganining aksi bo'ladi. Tushida kichkina gilamga o'tirganini ko'rsa, umri qisqa ekaniga dalildir. Agar o'tirgan kichkina gilami uning ostida kattaga aylanganini ko'rsa, rizqi keng bo'lishiga dalildir. Kimki tushida gilamni yig'ishtirib, uyning burchagiga qo'yganini ko'rsa, o'z iqbolini o'z qo'li bilan yo'qotishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi gilam 5 narsani bildiradi: raisni, forso rahbarni, badavlat ayolni, kanizakni va xayr-u manfaatni. Hazrati Doniyol aytadilarki, agar tushida gilamni yashil va toza holda ko'rsa, din va dunyodagi xotirjamlikka dalildir. Agar boshqalarning uyida to'shalgan gilamni ko'rsa, safarga chiqishi va safardan ko'p foydalar topishiga dalildir.